Assalomu alaykum hurmatli professor o'qituvchilar, talabalar va xodimlar. Har juma ayyomida bizda O'zbekiston bo'yicha milliy qadriyatlarimizni yoshlarga tanitish, ularni urf-odatlarini yana bilish uchun tez-tez biz tadbirlar, davra suhbatlari, video rolilar tayyorlab kelyapmiz. Shuning uchun biz ham bugun Andijon davlat pedagogika institutining maktabgacha ta'lim yo'nalishida ularni milliy qadriyatlariga alohida qilgan xonasida oldik. Bugun bizda asosan ijtimoiy fanlar va amaliy bo'limini musiqiy ta'lim yo'nalishi 5-kurs talabasi Hoshimova Faridaxon talabamiz bugun o'zini yozgan milliy qadriyatlarimizga atagan qizlarga atalgan she'rini bizga havola qilmoqchi. Assalomu alaykum aziz ustozlar, talaba qizlar. Bugun mana har juma respublikamizda milliy liboslar kuni deb e'lon qilingan. Mana shu kun munosabati bilan barcha o'zbek xalqi milliy liboslarimizga, milliy qadriyatlarimizga hurmat yuzasidan o'zini milliy liboslarga bo'lgan muhabbatini ko'rsatib kelmoqda. Men ham mana shu milliy liboslarimizni hurmat qilgan holda o'zimning o'zbek qizlari degan she'rlarimni o'qib bermoqchiman. Bizga moda kerak, dilbar nazokat birlamiz, qalbda jo'shgan mehrlar, nozik latofat birlamiz, qaddi qomat kelishgan, yarashgan milliy libos, qoshda o'sma, boshda do'ppi, gulgul nafosat birlamiz. Birimiz zebuniso, birimiz ambarotin, bilmagan bilib qo'ysin, ajdodi nasli zotin, nodirayi davrondan so'rang milliylik zotin, totin keng jahon ayonida so'nmas sadoqat birlamiz. Oftoboyim, kumush bebi, o'zbek oyim, gul ra'no, qutlug' nigor, oyxonzoda, dilbar dilshod barno, faqat qolmish sahnadami yoki muzeylardami, izlasangiz jon ichradir yuksak fazilat birlamiz. Istiqlol qanotida qaytdi ulug' qadriyat, ikki hayit Navro'zu an'ana ma'naviyat, pok iymon ardog'ida saqlang yurakda ofiyat, jaholatga qarshi turgan bilim ma'rifat birlamiz.